ko'p maxfiy gaplashaverishda xayr yo'q. Biz unga ulkan ajrni beramiz deydi Alloh taolo. Odamlar orasini isloh qilishga, tuzatishga buyuradigan kishida xayr bor. Sadaqaga buyurish kerak, yaxshilikka buyurish kerak. La khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin baynan nas. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. Nisa surasi 114-oyati karima. Alloh subhanahu va taolo aytadiki, ularni ko'p maxfiy suhbatlashishliklarida yaxshilik yo'q, magaram sadaqaga, yaxshilikka, odamlarning orasini tuzatishga buyuradigan kishilarda xayr bor. Bir toifa kishilar haqida gap ketyapti. Maxfiy suhbatlashaverar ekan o'zlari bilan. Unda xayr yo'q. Ko'p maxfiy gaplashaverishda xayr yo'q. Xayr nimada bor desa, mana 3 ta narsa zikr qilinyapti oyat-i karimada. Sadaqaga buyuradi, yaxshilikka buyuradi, odamlar orasini isloh qilishga, tuzatishga buyuradigan kishida xayr bor. Kim mana shu ishlarni qiladigan bo'lsa, Allohning roziligini istab qiladigan bo'lsa, bas yaqindagina biz unga ulkan ajrni beramiz deydi Alloh taolo. U ulkan ajr jannatda bo'ladi. Odamlarni sadaqaga buyurish kerak, yaxshilikka buyurish kerak, odamlarning o'rtasini isloh qilishga buyurish kerak. Buyurgan kishi o'zi ham amal qilish kerak.